Semental so'ragan aka-ukalarimiz ham mana xudo xolasi sementalni tozalardan, udarlardan bo'lyapti akalar mana xudo xolasi 2 bosh. Dehqondan akalar. Sementallarimiz xudo xolasi sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Akalar oldagi narsalarni o'ta ham chiroyli holatda yeyapti. Ishtahalari karna deb ekan. Shunaqa bo'lyapti hurmatli obunachilar. Ishtahalari o'ta ham joy-joyida, molni sog'lik, salomatligi ham hamma yo'g'i o'z o'rnida hurmatli obunachilar. Yeb ichishdan umuman xavotir qilmaysan ekan akalar. Xudo xolasa mana akalar semental so'ragan aka-ukalarimizga kommentariy ukamiz sementallardan ham ko'rsating. Bir sifatligidan, urug'ga tashab qo'yadigandan bir boqaylik biz ham degan aka-ukalarimizga 2 bosh dehqondan sementalimiz hurmatli obunachilar. Xo'p, assalomu alaykum. Islomjon YouTube kanali obunachilari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana qangi semental ishqibozlari. Akalar bugun xudo xolasa biz Andijon viloyati Paxtaobod tumani Sarivot 36 deb qo'yiladi nomi. Burgut ko'chadamiz akalar xudo xolasa. Bu yerda 2 bosh sementalimiz bor ekan. Akalar, g'urralarga e'tibor qo'yasizlar. G'urralari bor. Bir dona ham shoqi yo'q. Mahincha bo'lsa ham shoqi yo'q akalar. Mollarimiz xudo xolasa sifatlari hamma yo'g'i o'z o'rnida o'ta ham chiroyli narsalar ekan akalar. Sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Faqat akalar sizlardan bitta iltimos. Kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar akalar. Shu videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudosi yaxshi narsalar bo'ladi. Shu videoga agar bugun 24 soat ichida 1000 ta like yig'adigan bo'lsa akalar, 100 ming so'm start nimaga? Kommentariy shouga. Kommentariy shou qilib beraman, xudosi. Bitta odamga 100 ming so'm tashlab beriladi. Hurmatli obunachilar. Shuni qaranglar, jonivor. Xo'p, bugungi kunimiz akalar, xudo xolasa 5-aprel shanba kuniga to'g'ri kelyapti. Xudosi videoni boshladik akalar, bo'lmasa bir chekkadan bir bo'y bilan o'zim ham videoga chiqishga harakat qilaman, iloji boricha yonida turib, bo'ylarni o'chkab chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Narxlari necha pul bo'lyapti? Yeb ichish qanaqa, sog'lik, salomatligini ko'rsatib, xudo xolasa andiqalarini bir ma'lumotni to'liq holatda berib ketishga harakat qilaman, hurmatli obunachilar. Mana jonivorlar akalar. Dehqon akalarimizdan akalar. Arzonlardan, xudo xolasa arzon nimalardan bo'ladi inshaalloh. Akalar tushini qaranglar, go'zalligini qaranglar bu jonivor. G'urralari bor, shoqi yo'q. Ikkalasini ham shoqi yo'q. Umuman shoqi chiqmagan. Haqiqiy sementallardan akalar, xudo xolasa. Zo'rlardan zotdoriga qiziqaman degan aka-ukalarimizga mana xudo xolasa akalar. Faqat sizlardan iltimos shu videoga 24 soat ichida 1000 ta like yig'ib beringlar, xudo xolasa kommentariy shouga start beramiz akalar. Jonivorni qaranglar. Bu bo'yinlarni o'chkaylik. Bo'ylarni oldin o'chkab beraylik, keyin narxlariga batafsil to'xtalaylik, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'zim chiqishga qaror qilyapman. O'zim ham to'liq ko'rinay. To'liq ko'rinyapman, xudo xolasa. Obunachilar bo'yini o'zim o'chkab beray. Anaqa bo'lmasin, ochiq narsa bo'lmasin, hurmatli obunachilar. Bu yalaydigan narsa emas, jim tur iflos. Bo'yini hurmatli obunachilar olasizlar. 1.25 plusiga hurmatli obunachilar. 1.25 plusiga bo'yini olasizlar, xudo xolasa. Bu birinchi molimiz akalar, katta molimiz. Keyingi molimizni ham xudo xolasa bo'yini chiroyli qilib o'zim o'chga beray. Akalar, shu yerda videoyimizga bitta like bosib qo'yinglar. O'zim chiqishga qaror qildim akalar. O'zim chiqmasam, rostdan like bosmayapsizlar. Like bosinglar, biz auditoriyamiz kengayishida sizlar sababchi bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Shuning uchun bitta like qizg'anmanglar akalar. Like sizlardan pul olmaydi, bizga ham pul tashlab bermaydi. Jonivor, tak. Jim tur. Buniga ham akalar. Oy jonivor. Buni ham bo'yini, hurmatli obunachilar, 1.25 plusiga olasizlar, xudo xolasa 1.25 plusda novoslarimiz chiqib beradi. Inshaalloh akalar, bu molni o'zida ham sifati hamma yo'g'i xudo xolasa o'ta ham joy-joyida bo'ladi. Inshaalloh sizlarga boqib katta qilib semirtirib olib chiqadigan bo'lsanglar ham xudo xolasa bemalol bitta molni o'zi ikkalasini ham pulini qoplaydigan mollardan bo'ladi, xudo xolasa akalar. Tirnoqlarni ko'rsatib qo'ying akam, deb pastga qaratib tirnoqlarni ko'rsatib qo'ying.
Kelib turing, o'zim chiroyli ko'rsatib beray obunachilar. Mana tirnoqlari. Hurmatli obunachilar. Tirnoqlari istagan tirnoq umuman o'smagan akalar. Molimiz o'zi sifatiga keladigan bo'lsa, sifati a'lo darajada. Gap yo'q. Et oshi ham yo'g'i o'ta ham zo'r akalar. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar. Shunaqa gaplar. Mana shu mollarimiz bo'lyapti. Hozir oxirgi narsani to'ldirib qo'ydik. Oxirda narsani uje yeb ancha bitirishib qo'ydi. Ozgina qoldi. Mollarimiz yeb ichish ham yo'q joy-joyda. Vodiy bo'ylab dastlashkamiz bor. Yetkazib beriladi. Vodiydan tashqariga keladigan bo'lsa, vodiydan tashqariga hurmatli obunachilar kelishilgan narxlar asosida jo'natib beriladi. Keyin nimasiga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, karta raqamlarimiz har doimgidek bor. Karta raqamlarga bemalol maqsad bo'laveradi inshaalloh. Karta raqamlariga mabodo musofirda yurtib yurgan aka-ukalarimiz savdoda qilsalar bo'laveradi. Kartasiga pul tashlab bersanglar ham, vodiyda bo'lsalar uylarga jo'natib beradi. Vohada bo'lsalar ham kelishilgan narxlar asosida ikkaloyilar dehqon akamiz bilan kelishilgan holatda olib turib molni jo'natib bering desalar bo'laveradigan joyi bor ekan hurmatli obunachilar. Mana mollarimiz. Inshaalloh sizlarga iloji boricha sifatlari molni gazi kuchlilaridan ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz hurmatli obunachilar. Qo'ldan kelgancha. Faqat sizlar ham uning uchun bittadan like bosib qo'ysanglar, mehnatimizni qadrlagan holda albatta akalar. Like bosib qo'ysanglar, auditoriyamiz kengayadi, ko'proq insonlarga yetib boradi. Buni nima sababdan ko'proq gapiryapman? Sababi biz tezroq rivojlanishga harakat qilaylik hurmatli obunachilar. Yana ham ko'proq xalqimizga xizmatni ko'paytiraylik. Mana qanday mollarni yetkazib beraylik. Bozorda go'shtlarimiz arzon bo'lsin akalar, mollarimiz ko'proq so'yilsin, go'shtlarimiz arzon bo'lsin. Bitta aytgan gap akalar, yemlarimiz ham hozir qimmat bo'lyapti. Yemlarimiz ham narxi arzonlasin. Yemlarimiz ham narxlari arzonlab qolsa, xudo xolasa, dehqonlarga ham, boshqaga ham qiyin bo'lmaydi xudo xolasa akalar. Zoti xudo xolasa akalar, toza sementalimiz akalar inshaalloh. Sizlarga chiroyli qilib yetkazib beriladi. Manzilimiz yana bir bor aytib o'tib ketaman akalar. Andijon viloyati, Paxtaobod tumani, Sariot, ber nomi 36 deyiladi. Burgut ko'cha. Ko'chaning nomi Burgut ko'cha. Burgut ko'cha shunda kelsanglar, agar mabodo mana shu atrofda bo'ladigan bo'lsanglar akalar, kelasizlar, mol ustiga kelib, savdosini qilinglar akalar. Dehqon akalarimizdan savdoni qilasizlar. Savdosi bitgandan keyin akalarimiz vodiy bo'ladigan bo'lsa yetkazib berishadi, ularga jo'natib berishadi. Agar vodiydan tashqariga bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali ham kilik nimalarimiz bor, kartalarimiz bor akalar, Kartamiz bormi? Bor, hamma yo'q. Karta raqamlari bor. Telefoningizda WhatsApp, Telegramimiz bor, xudosi. WhatsApp, Telegramimiz bor akalar. Mabodo Rossiyadan ko'radigan, qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lib qoladigan bo'lsa, shu videomizni ko'rib turgan bo'lsa, men oldim, qiziqib qoldim molga, baqaman deydigan aka-ukalarimiz bo'lib qoladigan bo'lsa, uni ham ilojini topamiz akalar. Shu nimamiz bor? Akamiz aytayotgandek kartalari bor ekan. Bemalol karta raqamlariga zaklatni olib turib, keyin savdosini to'xtatib qo'ysanglar bo'laveradi akalar. Ungacha iloji savdosi qilinaveradi. Telefon bo'laveradi. Telefonni qilinglar akalar. Ishonarli mollarimiz. Xudo xolasa mana sinaqda mollar. Yeb ichishini sinashdi. Yeb ichishi ham yo'g'i zo'r. Mollarimizga har taraflama kafolat beriladi hurmatli obunachilar. Yana bir tarafi aka, xudo xolasa molni yashil germatdan tashqari javob berasiz. Xudo xolasa. Yashil germatitdan tashqari shu kasalligimiz akalar yo'lda ham yuqib qolaveradi bu kasalimiz. Shuning uchun Hamma yo'q yaxshi, xudo xolasa. mol o'zi ham yo'q, sifati ham joyida akalar, xudo xolasa. Sifati ham, sog'lik salomatligi ham o'ta joy-joyida. Shuning uchun bemalol telefon qilaverasizlar akalar, savdoni qilinglar. Molimizni olib ketaverasizlar. Yeb ichishiga yana bir bor ko'rsatib, o'zim ko'rsatib beray, berib turing. Molimiz shashanyapti. Mana akalar. Akalar, albatta shu videoga like bosib, o'z fikringizni qoldirishni unutmanglar hurmatli obunachilar. Sizlar uchun duosi yoritib berishga harakat qilyapmiz. Akalarimiz o'zlari ko'rinmayli uka deyishgani uchun o'zini ko'rsatmayapmiz. O'zimiz chiqish qilishga qaror qildik hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mollarimiz haligi sharmanda qiladigan mollar emas, sifati ham akalar, et voshi ham o'ta ham joyida xudo xolasa. Inshaalloh akalar, et voshi ham yo'g'i joyida.
toza sementallardan inshaalloh akalar. Tirnaqlariga e'tibor berib qo'yaverasizlar. Tirnaqlari stakan tirnaq deb qo'yadi hurmatli obunachilar. Tirnaqlari stakan tirnaq mana. Molimiz ozgina o'ynashyapti. Atak mol xudo xolasa sharmanda qiladigan mollar emas inshaalloh. Mana akalar, turishini qaranglar, buni go'zalligini qaranglar. Olgan odam inshaalloh maza qilib boqadi akalar. Olgan odam ukam rahmat deb yozib molni kim oladigan bo'lsa ham kommentariyaga kirib ukam rahmat maza qildik deb yozib qo'ysalar, molni olib boqyapman deb yozib qo'ysalar, xursand bo'lamiz akalar. Mana akalar. Turishini qaranglar, jonivorlardi. Ay maşallah. Go'zal, go'zal xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu videoga bittadan like bosinglar, kommentariyada o'z izohinglar qoldiringlar. Qancha kommentariyada ko'proq yozsanglar, kommentariy shovimizda g'olib bo'lganga duosi boshlanishiga 100 ming so'mdan boshlayapmiz hurmatli obunachilar. Shu video 24 soat ichida agar 1000 ta like yig'ib bera olasalar, akalar like bosish sizlardan pul olmaydi, boshqa qilmaydi. Bizga auditoriyamiz kengashiga sababchi bo'lasizlar. Shunaqangi uydan mollarimiz ko'proq chiqishiga sizlar sababchi bo'lasizlar. Shuning uchun ekranga bittadan urib, shu like tugmachasi bor, klass tugmachasi, shunday bosib turib, fikringlarni yozadigan bo'lsanglar, ash fikrlarni jonli efirda men o'zim aniqlab, bittadan xudo xolasa 100 ming so'm start akalar. Keyingi videolarda xudo xolasa yana ham imkon qilsak, xudo xolasa sovg'alarimizni ko'paytirib, pul mablag'larimizni jig qo'shib, xudo xolasa obunachilarga taqdim etamiz. Bu ham bitta rivojlanishimizga ozgina bizga arinda qoladi xolos, yordam bo'ladi, motivatsiya bo'ladi bizga. Auditoriyamiz qancha kengaysa, hop, sizlarga shunchalik mollarni ko'proq chiqarib berishga, yetkazib berishga harakat qilamiz. Xalq xizmatidamiz. Har doim akalar, olib sotarlar taraf emasmiz. Dehqon tarafimiz. Xudo xolasa iloji boricha dehqonlar tarafimiz akalar. Oladigan odam ham dehqon bo'lsa, sotadigan odam ham dehqon bo'lsa, biz yana ham xursand bo'lamiz. Dehqonlar oladigan ko'p chiqib qolishi mumkin ichida, xudo xolasa uydan yosh katta insonlar ham bizni kuzatib boradi. 50-60 yoshli tepasida insonlar ham kuzatib boradi bizni hurmatli obunachilar. Auditoriyamiz xudo xolasa kengayishda davom etyapti. 20 mingta bo'lishiga juda ham oz qoldik. Sizlarda podpishkalar kerak bo'ladi buning uchun. Kanalimizga obuna bo'lmayotgan qizarib turgan bo'lsa, qorayib turgan bo'lsa, akalar bitta bosib qo'ysanglar, obuna bo'lib qo'ygan bo'lasizlar va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yinglar. Instagramda ham islomjon.uz, Telegram kanalimiz ham islomjon.uz bo'ladi akalar. TikTokda ham bizning sahifalarimiz bor. Xudo xolasa videolarni unga ham bunga ham joylashga harakat qilamiz hurmatli obunachilar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Bizni kuzatib boringlar. Manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani 36 Sariobod bo'ldi. Like bosganga ham, videoni oxirigacha ko'rganga ham abdushi rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Joyinglarni asranglar akalar.